Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va alihi washabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Xayrul kalami kalamulloh va xayru hadi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi va yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisolatu vasallamning yo'li. Siz bilan biz mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va mana shu jami masjidda siz bilan bizni Allohning kalomini o'rganishlikda, Allohning kitobini ustida jamlagandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda suhbatida ham bizni jamlagan bo'lsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan biz mana payg'ambarlarning eng ulug'laridan bo'lgan Ibrohim Halilullohning qissasini gaplashib o'tgan bo'ldik. Mana 3 yoki 4 suhbatda Ibrohim alayhisalom qissasini o'rgangan bo'ldik va bir qancha xulosalarni olgan ham bo'ldik bu narsadan. Mana shu bugungi suhbatimizni, bugungi payg'ambarning tarixini gaplashishdan avval ana shu Ibrohim alayhisalomning qissasidan olingan xulosalarni bir qator takrorlab qo'ysak, inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Ibrohim alayhisalom mana aytdik, tavakkulchilarda, mutavakkillarda ustozi deb aytdik. Ya'ni tavakkul, Alloh taologa suyanishlik qanday bo'lishligini Ibrohim alayhisalomning hayotida bir necha o'rinlarda kuzatgan bo'ldik. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi va Ibrohimallazi vaffa. U vafo qilgan Ibrohim edi dedi. Har bitta o'rinda Alloh taoloning buyrug'iga Ibrohim alayhisalom vafo qildi. O'zini qurbon qilishlik kerak bo'lganda vafo qildi. Ana shu 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini ana shu xotini bilan Bakka vodiysiga qo'yib kelishlikka buyurilganda vafo qildi. Ana shu bir dona ko'rgan bolasini qo'li bilan so'yishlik buyurilganda vafo qildi. Ka'ba qurishlikda buyruq kelganda unga vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa deb Alloh taolo hech qaysi bandasi bunday qilib maqtagan emas. U vafo qilgan Ibrohim edi. Tavakkulchilar ustoz deb atay Ibrohim alayhisalomda. Tavakkul nima edi? Tavakkul inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qilib turib bir ishda natijasi haqida g'am qilmaslik bu tavakkul deb aytdik. Ibrohim alayhisalom ana shu da'vat qildi qavmini 16-17 yoshida o'tga uloqtiramiz deb ana shu deli palaxmonni cho'mchiga o'tkazib otadigan paytda hasbunalloh dedi. Ya'ni bizning hisobimiz Allohning qo'lida, naqadar ulug' zot Parvardigorimiz. Allohga suyanamiz dedi. Bunaqa bandasini himoya qilgani farishtalar Allohdan izn so'radi, lekin Alloh taolo bunaqa bandasini hatto farishtalarga ham hojatini tushirib qo'ygani yo'q. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey Ibrohim, o'tga sovuq bo'ling, salomat bo'ling. Tavakkul bobida Hojar onaning gapini eslashligimiz joiz bo'ladi. Ana shu qo'lidagi emizikli bolasi bilan hech qanday o'simlik, hech qanday bir hayvon, hech narsa bo'lmagan Bakka vodiysiga cho'lga tashlab ketayotganda, "Ey Ibrohim, yo Alloh buyurdimi bu sizga bu buyruqni?" deganda, "Ha" deb javob berdi. Shunda Hojar ona gapirdi. "Izan lan yuzayyana." Alloh bizni zoyi qilmaydi unda dedi. Shart orqasiga qarab qaytdi. Allohga bu darajada qattiq suyagan bandalarni Alloh taolo mukofotini kuttirmagan. Biz ham tavakkul qilamiz Allohga. Lekin bizni tavakkulimiz ularnikiga qolmasligi uchun shekilli biz so'rayotgan yoki bir orzu qilayotgan narsalarga yetishimiz uchun uzoq muddat talab qilyapti. Demak, insonda Alloh bilan bo'lgan tavakkuli qanchalik kuchli bo'lar ekan, so'ragan narsasi ham, talab qilgan narsasi ham, paloq so'ragan narsasi ham Alloh taolo shartta berar ekan. Ibrohim alayhisalomning qissasidan shunday bir xulosa olamizki, mana Robbi arini kayfa tuhil mauta. Parvardigoro ko'rsatgin menga o'liklarni qanday tiriltirasan dedi. Ya'ni u kishini Allohning payg'ambari edi. Alloh taoloning tiriltiruvchi, o'ldiruvchi ekanligida shubhasi yo'q edi. Lekin qalbi xotirjam bo'lishligi uchun so'rayapti. Avalam tu'min deb Alloh so'radi. Parvardigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan deganda Alloh taolo so'radi. Iymon keltirmaysanmi? Ya'ni ishonmaysanmi? Yo'q dedi Ibrohim alayhisalom. Bala valakin la tatma'inna qalbi. Ha, ishonaman, iymon keltiraman, lekin qalbim xotirjam bo'lishi uchun dedi. Bu degani birodarlar, har bitta mu'min Allohni tanitadigan darajadagi ilmga o'rganishlikka farz hisoblanadi. Allohning birligini, borligini, qudratini tanitadigan darajadagi ilm o'rganishlik har bitta erkak ayolga farz. Uni u yog'idagi olimlik darajasi farzi kifoya. Shunday emasmi? O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin va muslimatin. Ilm o'rganishlik har bitta muslim va muslimaga
farz deyildi. Ya'ni ota-bobomiz namoz o'qigani uchun biz namoz o'qib, ota-bobomiz Allohni bitta degani uchun bitta demaylik. Bu taqlidiy e'tiqodda taqlid qilib bo'lmaydi. Har bitta odamning o'zining e'tiqodi qalbida mustahkam bo'lishi kerak bo'ladi. Arzimagan shabada uni burib olmasligi kerak. Shu o'rinda shu savolidan maqsad mana ulamolar aytishadi, mana Alloh taolo ko'rsatdi deydi, shu 4 qushni olib maydaladi dedi, bir-biriga go'sht suvagini aralashtirdi dedi, keyin chaqirdi dedi. Shu o'rinda ikkita ilm haqida gap ketdi. Ilmul yaqin va aynal yaqin degan ilm bor deydi ulamolar tomonidan. Ilmul yaqin kishi bir narsaga qattiq ishonadigan bo'lsa, ko'rmasa ham. Bu ilmul yaqin. Qattiq ishonishligi, hech shak shubhasi yo'q. Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu aytadi, agar menga deydi. Ya'ni o'zini iymonini ta'riflab aytadiki, agar menga shu ro'paramda osmon yorilib, bir tomonda jannat, bir tomonda do'zaxni ko'rsatib qo'yilsa ham, iymonim bundan oshiq ziyoda bo'lmaydi dedi. Ya'ni ko'rmasam ham, ko'rgandan ko'ra yaxshiroq nima qilaman? Ishonaman dedi. Bu ilmul yaqin. Endi Ibrohim alayhisalomda bu ilmul yaqin bor edi, uni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'ldi. Aynal yaqin ana shu narsani ko'rgandan keyin iymon qanaqa bo'ladi? Ya'ni butun yer ahli bir tomonga o'tib turib, u narsani yo'q degan chog'ida ham siz ko'rib kelganligingiz uchun nima deysiz? Bor deysiz. Qalbingizga zarracha shubha kirmaydi. Demak, ilmul yaqin ko'rmasdan turib ko'rganda ishonishlik, aynal yaqin ko'rgandan keyingi ishonishlik. Demak, har bitta odam iymonini ilmul yaqin bo'lsa, aynal yaqin qilishlikka harakat qilishlik kerak ekan. Ko'rgandagi ishonadi. Chunki bizni har qancha urinmaylik Ibrohim alayhisalomchalik iymon bo'lmaydi bizda. Lekin shu kishi aytayapti, qalbim xotirjam bo'lsin, bir ko'rsatib qo'yaver qudratingni deyapti. Ana shuning uchun Ibrohim alayhisalomning kitoblarida nimalar bor edi ya Rasululloh deb so'rashganida Rasululloh hammasi ibrati deb turib bir qancha ibratlarni keltirdi. Allohning qudrati haqida fikr yuritadigan bo'lsak, insonni dedi, mana Ibrohim alayhisalomning sahifalarida keltirilgan so'zlardan soatlari bo'lish kerak. Qanaqa soatlari? Alloh taoloning yaratgan mahluqotlari haqida fikr yuritadigan soatlari. Agar fikr yuritmas ekanmiz, mana shu tijoratimiz bilan, dunyoviy g'am tashvishimiz bilan, kallamiz bilan kirib ketadigan bo'lar ekanmiz, Alloh taoloning qudrati haqida fikr yuzmasak, iymonimiz ziyoda bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli van nahar la ayatin li ulil albab." Oysha onamiz kunlarda birida Rasulullohning oldiga keluvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday soqollari ho'l bo'lib ketgan darajada yig'lab, ko'zlari ishib qizarib turgan edi. "Ya Rasululloh, nima yig'ladingiz? Nima yig'latdi sizni bunchalik holga tushirdi?" deganda, "Ey Oysha," dedi, "menga shu tunda shunday oyatlar nozil bo'ldiki, mana shu oyatlarni o'qib turib, Allohning qudrati haqida fikr yuritmaydigan kishilarga voy bo'lsin," dedi. Mana shu oyatni o'qidi. Albatta, osmonni yerda yaralishida, kun bilan tun almashib turishligida aql egalari uchun Allohning qudratini tanitadigan alomatlar, belgilar bor dedi. O'sha daryodan oqib o'tayotgan suvimizga qaraganda jinday fikr qilib qo'yaylik, ozgina. Ko'p emas, ozgina. Ko'p aqlimizni isrof qilmaylik. Chunki ehtiyot qilishimiz kerak biz dunyo tijorati uchun bu narsani. Ozgina fikr qilaylik ichishlikdan burun. O'sha olmani yeyishlikdan bo'lib turib, burun fikr qilaylik-da. Uni rangini, ta'mini, shaklini, hidini bir xil yerdan chiqadi o'sha onoram yoki anjiram. Lekin nimaga shakli ham, mazasi ham, ta'mi ham, rangi ham har xil. Mana shu narsalar haqida fikr yuritadigan bo'lsa, inson Parvardigorning qudratini ozgina mulohazasida bo'lsa, iymoniga iymon qo'shiladi. Ibrohim alayhisolamning sahifalaridan muhosaba degan ibodat odamlar esdan chiqarib qo'yildi deyildi. Bu Ibrohim alayhisolamning sahifalaridagi narsalardan. Rasululloh aytib beryapti hadislarida. Inson o'zini o'zi hisob-kitob qilib turish kerak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu va zinu amalakum qabla an tuzana alaykum. Hazrat Umar aytgan bu gapni, o'zingizlarni hisob-kitob qilinglar. Sizlarni hisob-kitob qilgunlariga qadar. Amallaringizlarni o'lchab turinglar, amallaringizlarni o'lchagunlariga qadar. Bir olimda aytdik, ana shu javonining ustiga bitta chinini qo'yib, har kuni kechki payt kelib, o'zini gunohlarini sanab, bittadan mayda toshlar tashab qo'yar ekan. Bugun 10 ta bo'ldi, 20 ta bo'ldi. Shuna qilib sanab yurib, tashagan ekan, bitta tushib ketdi. Olib qarasa chini to'libdi. Juda oz fursatda chinini to'ldirib qo'yganligidan qo'rqib, o'tirib yig'ilib o'tirganda Alloh jonini oladi. Mana shu muhosaba esimizdan chiqmasin. Va Ibrohim alayhisalomning sahifalarida mana eng chiroyli aytilgan so'zlardan bittasi bu munojot degan ibodat edi.
Agar esingizda bo'lsa, hayolingizdan ko'tarilmagan bo'lsa, o'tgan safar shu vazifa qilib berilgan. Nima edi u? Alloh taolo bilan gaplashishlik, ovoz chiqarib dardingizni aytishlik, hojatingizni so'zlashligingiz, dardlaringizni aytishligingiz, problemalarni Allohga tashlashlik. Qilib ko'rdinglarmi? Esga kelmadimi? Buni haqiqatan qalbidan Alloh bilan gaplashgan inson mazasini tushungan bo'lsa, endi unga boshqa ikkinchi marta aytish hojati yo'q. U bir marta topib oldi u mazani. Inson albatta kimgadir yorilib turishi kerak, shunday emasmi? Ha? U eshitayotgan odam unga foyda keltiradimi, keltirmaydimi? Faqat ishidagi dardini tashqariga chiqarib olsa-la maza qilaveradi. Shunday emasmi? Endi u sizni dardingizni eshitganda ham bitta dardni aytadigan odam bor. Sizni sirdoshingiz ham bitta sirdoshi bor. Unga aytsangiz dardingiz ochiladi, aybingiz ochiladi. Allohga aytsangiz, Alloh yaxshi ko'radi. Mushkulingizni oson qiladi, aybingizni yopadi. Munojot degani Alloh taoloni ko'rib turgandek gaplashishlik Alloh taolo bilan. Bu narsani har kunimiz nima deydi, hech bo'lmaganda bir marta shu narsani o'tkazib turishimiz kerak. Juda ko'pchilik ibodatni bu ibodatni, munojot degan ibodatni esdan chiqarib qo'yganmiz. Ibrohim alayhisalomni darsidan qissa xulosalarni gapiradigan bo'lsak, o'zi 1 soat vaqt ketadi. Mana endi Alloh qodir qilgancha qisqaroq qilib gaplashgan bo'ldik. Bugun ana shu Ibrohim alayhisalomni hayotlik davrida sodir bo'lgan boshqa bir payg'ambarning hayoti, Lut alayhisalom qissasini gaplashgan bo'lamiz, inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Lut ibn Xorron ibn Tarix. Ibrohim alayhisalom ana shu Tarixni o'g'li. Ana shu Tarixni Ozar deyiladi mana laqabi. Yana bitta o'g'li Xorron. Demak, Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomning akasini yoki ukasini bolasi. Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomga jiyan bo'ladi. Jiyani bo'ladi. Ibrohim alayhisalom mana amakisi bo'ladigan bo'lsa, Lut alayhisalomning yoshlik paytida otasi Xorron vafot qiladi va ana shu bobosi Ozarni Tarix uyida katta bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni Lut alayhisalom qattiq yaxshi ko'radi. Ibrohim alayhisalomda ana shu 16-17 yoshlar paytida o'tga uloqtirganlarida kuymasdan chiqqandan keyin hech kim iymon keltirmadi, Lutdan boshqa. Fa amana lahu Lut va qala inni muhajirun ila robbi innahu huval azizul hakim. Unga bas Lut iymon keltirdi. Lut alayhisalomning qissasini gapiradigan bo'lsak, bu nihoyatda bir insonlar nihoyatda bir xushyor bo'ladigan bir ishki, bu narsani dunyo miqyosida ko'payib ketayotganligini televizorlardan, radiolardan ko'rib turibmiz. Bu jinsiy buzuqlik. Ayollarni qo'yib, erkaklarga qarashligi. Shuzuz jinsiy. Mana shu narsa bir avj olib ketyapti. Mana g'arb mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, televizorga qaraydigan bo'lsak, bir kino suratida kirib kelyapti, hazil toifasida kirib kelyapti. Bir paytlar bu narsa haqida gapirilsa, odamlar og'zini chaqavoradi hazil qilganligidan. Lekin zamonlar o'tishi bilan televizorlarga chiqyapti, kulib qo'yishlikdan boshqani yaramay qoldik. Shunday emasmi? Bu qanday razil, qanday iflos ish ekanligini Lut alayhisalomning qissasini gaplashganimizdan keyin bundan bahovar bo'lamiz inshaalloh. Ibrohim alayhisalom Misrdan Falastinga hijrat qilgan paytda Lut alayhisalomni yer yuzida buzuqchilikning cho'qqisiga chiqqan Sadum qavmiga, Al-Mu'tafika degan qavmga yuboradi. Sadum mana hozirgi kunda O'lik dengizga yaqin bo'lgan bir hovuzning oldida yashardi. Sadum qavmi. Sadum qavmi tijorat karvonlari o'tadigan katta bir yo'l ustida joylashgan bo'ladi. Shuning uchun hamma tijorat karvonlari ana shu shaharga deylik ozuqa jamlab olishlik uchun, suv olishlik uchun kirar edi-da, ular quttau turuq deyiladi, haromiya, haromxo'rlik, yo'l to'sarlik bilan tirikchilik qilishar edi. Ularni ana shu qoriyasiga, qishlog'iga kirgan har bitta karvonda 10 dan 1 molini zulman tortib olishar edi. Sadum qavmida birorta mo'min bo'lgan emas. Biror kishi mo'min bo'lgan emas. Alloh taolo mana ana shu Sadum qavmini vayron qilgan 3 ta farishtaning tili bilan Qur'onda bizga zikr qilib aytadiki, Astagfirullah fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin
Fama wajadna fiha ghayra baytin minal muslimin. Ana shu qishloqdan deydi farishtalar Qur'onda aytayapti. Mo'minlardan borini chiqarib yubordik deydi, balo kelishigidan burun. Endi u qishloqda bir dona musulmon uydan boshqa musulmon uy topmadi deydi. Qavmda Lut va unga iymon keltirgan ikkita qizidan boshqa birorta musulmon bo'lgan emas. Hatto ayoli kofira bo'lgan. Fisq fujur bobida hali hech kim yer yuzida qilmagan gunohni boshlashgan edi. Bu livod deyiladi mana. Bachchavozlik har xil atlari bor, lekin ma'nosi bitta. Ayollarni qo'yib Alloh taolo pokiza qilib yaratib bergan ayollarni qo'yib, erkaklarga aloqa qilishligi. Valutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Lut o'zini qavmiga aytdi, vaqtiki shunday dedi, axir sizlardan burun birorta bir kishi dunyoda qilmagan fahshni qilasizlarmi? A innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Axir sizlarga Alloh yaratgan ayollarni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Albatta sizlar isrofgar qavm bo'ldinglar. Mana Sadum qavmi jinsiy buzuqlikni g'ayri oddiy yo'lini boshlashgan edi. Ash-shuzuz degani lug'atda g'ayri tabiiy degani, nenormallik degani, to'g'ri bo'lmagan yo'li deyiladi. Ana shu taraqqiyotni, madaniyatni yoki bo'lmasam zamonaviylikni belgisi deyotgan ba'zi shu bir peshqadamlikni da'vo qilayotgan o'lkalarda, yer shunaqa bir burchaklarida bu kishini ixtiyori, nima deb qo'yamiz? Inson haq-huquqlari degan da'vo bilan xolasa erkakka yotsin, xolasa ayolga ayol uylansin. Bu qonunlashtirib qo'yilyapti ba'zi bir kufr mamlakatlarida. Ya'ni ana shu ishni qilayotgan razil iflos insonlar aytadiki, bu tabiiy deydi. Bizning qonlarimizda bor deydi. Bu narsa o'zimizning qonimizda, genlarimizda bo'lgandan keyin bizda ayb nima? Biz shuna bo'lib yaralgan bo'lsak deb turib, nauzubillah Allohga tuhmat qilayotgan bo'lib qoladi. O'chirib qo'yib beringlar, bunaqa qo'ysanglar. Bu ochiq kufr, ochiq zalolat. Bu Alloh taologa tuhmat qilishlik nauzubillah. Agar bu narsa erkakka erkak yotishligi insonning tabiatida, qonida, genlarida bo'lsa, Sadum qavmidan burungilar ham shu bilan shug'ullangan bo'lish kerak edi. Alloh taolo Qur'onda aytayapti, sizlardan burun biror kishi qilmagan ishni qilasizlarmi deyapti. Ya'ni bu hozirgi kunda nima deydi? Qora narsani ham chiroyli qilib reklama qilib qog'ozga o'rasa, haqqa o'xshab o'tib ketyapti. Haq narsani qog'ozga o'rab yomon qilib o'tkazib olinyapti. Demak, bu narsani ham chiroyli bir doktorlarning gaplari bilan, statistika bilan, har xil yo'llari bilan fosiq bo'lgan odamlar bu tabiiy narsa deb singdirayotgan paytda musulmon odam aniq bilsinki, bu ifloslik, bu razillik ana shu qavm boshlagan ish. Insonda tabiati bu narsa bo'lgan emas. O'chirib qo'yingchi, qo'ymay bo'ldi. Agar mana qaytaramiz gapimizni, bu insonda tabiatida bo'ladigan ish bo'lganida Sadum qavmidan burun kimdir buni nima qilgan bo'lish kerak edi? Qilgan bo'lish kerak edi. Ming afsus bo'lsinki, bu narsa madaniyat, taraqqiyot, kishi haq-huquqlari degan har xil da'volar bilan ko'payib ketyapti dunyo miqyosida. Lekin musulmonlar hushyor bo'lishi kerak bu narsadan. Bu shunday iflos razil ishki, qavmlar vayron qilingan bo'lsa, ularda asarlari, belgilari qolgan yerda betida. Od qavmi maskanlari turibdi, Samud qavmi maskanlari turibdi, lekin bu qavmda Alloh taolo yerdagi tiqib tashagan ko'mib. Toki bu maraz yerda betiga qaytib chiqmasin degan ma'noda. Mollarda kasal bo'ladi, sibirskiy yazva degan va boshqa. O'shaqa bo'lib kasal bo'lgan molni o'ldirib, kuydirib, kulini 7 metr chuqurkalar beton qilib, ustiga turpoq tortadi. Shunday emasmi? Ya'ni chiqib ketmasin degan ma'noda bu razil kasaldi. Bularni ham Alloh taolo yerdagi shuni yapishtirib tashadi. Yerni betda belgisi ham qolmadi ularda. Agar bu narsa odamlar genlarida bo'lganda, odamlarda tug'ma bo'lsa, Sadumdan burungilarda ham bu ish bo'lgan bo'lish kerak edi. Lekin hech kimda bo'lgan emas bu ish. Alloh taolo ana shu farishtalar bilan aytadi: "Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in." Albatta biz mujrim bo'lgan qavmga yuborildik. Ularda hammasi mujrim edi, faqat Lut oilasi. Albatta biz ularni barchasini saqlab qoldik.
Lut alayhisalomning tili bilan Alloh taolo aytadi: "Atatuna zukrona minal alamin va tazaruna ma khalaqakum lakum robbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun." Axir sizlar erkaklarga yotasizlarmi? Alloh sizlarga pokiza qilib yaratgan juftlaringizni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Sizlar haddinglardan oshgan qavm bo'ldinglar. Sadum ayollarga qaramasdan faqat erkaklar bilan turgan odam bo'lgan. Birorta toza odam bo'lgan emas. Allohning rahmati bo'lsin Lut alayhisalomga. Mana shunday qavmni da'vat qilgan ekan. Alloh taolo bu razil, iflos amalni qanchalar yomon ko'rganini juda ko'p oyatlarda bayon qilgan va bizni bu narsadan ogohlantirgan. Va Lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata va antum tubsirun. Bu qavmni fosilga shu darajada ediki, bu iflos ishini yashirishmasdi ham. Ya'ni bir odam o'zini ayolga yaqinlik qiladigan bo'lsa, u nechi parda, nechi bir ehtiyotkorlikdan keyin eshikni yopib pardani to'sib qilinadigan ish bu. Bular bu iflosligini oshkora qilishar edi. Ko'chalarda qilardi, hammani oldi qilishar edi. Axir sizlar bu fahshni ko'rib turgan holda qilasizlarmi? A innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Yana bu qavmni razilliklardan yana bittasi shuki, Qur'onda qanandaqa yomon sifat bo'lsa, hamma sifat shu qavmda jamlangan. Bir qavmda fasiqun jahilun kelgan bo'lsa, bir qavmda adun, kafirun, musrifun kelgan bo'lsa, Qur'onda qanandaqa bir qavmda Alloh taolo yomon sifat bilan sifatlagan bo'lsa, shu sifatlarda hammasi Sadum qavmida jam bo'lgan. Mu'tadin, mufsidin, musrifun, mujrimin, kafirin, jahilun, mufsidin, zolimin, 7 ta sifat. Hech qaysi qavm bunchalik unvonga ega bo'lgan emas. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر. Mana ularni fahshlar aytdik, hech kim qilmagan gunohni qilishdi. Ana shu jamarik, jumruk 10dan birini tortib olishlik ularga kasb bo'lib qolgan edi va ularda nodiylarida munkar bo'lardi. Nodiy degani ana shu jamlanib to'planib o'tirishligida juda ko'p xunuk, iflos ishlar bo'lardi. Shundan bittasi to'planib o'tirgan majlislarda yerda ovoz chiqarib ovoz bilan chiqarishar edi va kulishar edi. Hayo degan sifat qolmagan edi. Hayo umuman qolmagan bu qavmda. Kazzabat qawmu Lutinil mursalin iz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqulloha va ati'un va ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala robbil alamin. Avvalgi payg'ambarlarning aytgan so'zlarini ayni o'zi. Lut payg'ambarlarni yolg'onchi qildi. Lut qavmi. Payg'ambarlarni deyilyapti. Axir Sadum qavmiga bitta payg'ambar kelgandi-yu. Nimaga Alloh taolo payg'ambarlarni, elchilarni yolg'onchi qildi deyapti? Bitta payg'ambarni yolg'onchi qilishlik hamma payg'ambarni yolg'onchi qilishlik bilan barobar. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Biz iymonimiz u. Payg'ambarlardan birortasini ikkinchisidan nima qilmaymiz? Ajratmaymiz. Bitta payg'ambarni inkor qilishlik hamma payg'ambarni inkor qilishlik bilan barobar bo'ladi. Men sizlarga ochiq payg'ambarman. Allohga itoat qilinglar, undan qo'rqinglar. Bu qilayotgan ishim uchun sizlardan ajr so'rayotganim yo'q. Meni ajrim Robbil alaminning zimmasida. Ya'ni avvalgi payg'ambarlardan ayni gapi. Lekin bu qavmda ham o'zini payg'ambarga bergan javobi ham aynan shu boshqa avvalgi qavmlarning gapi. Fama kana javoba qawmihi illa an qalu tina bi azabillah in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, qani apgacha o'sha baloyini ko'raylikchi. Men ko'rgan narsamga ishonaman. Deydigan esli odam fikr qilsin. Ko'rganiga ishonishlik hayvonlarga xos sifat. Ko'rmagan narsasini aqli bilan istab topib ko'rishlik bu insonga xos sifat. Ko'chada turgan itga qarab, qovog'ingizni soling, so'king turaveradi u. Qachonki engishib yerdan bir toshni olganga o'xshab bir ishora qilganingizda, ko'rganda nima qiladi? Qochadi. Demak, inson ko'rganiga ishona oladigan bo'lsa, hayvondan farq qilmay qolar ekan.
Endi bular so'layotgan balo kelgandan keyin ko'radi, lekin u ko'rishligini ilmi asqatadimi ularga? O'sha yoqqa boraylar, shunda ko'ramiz nima bo'lishini. Deyotganlar baholiga maymun yig'lasin. Chunki u yerda ko'rganingni senga asqatmaydi foydasi. Ilmi foydasi bo'lmaydi. Mana Nuh, Od, Samud qavmlarining hammasini aytgan gaplari ularda ham takrorlandi. Valaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Payg'ambar ularni bizning azobimizdan ogohlantirdi, lekin ular yolg'on deydi bu narsani. Mana aytdik, bir zamonlar bo'lar ekan, fahsh, munkar ma'rufga aylanib qolar ekan. Ma'ruf munkarga aylanib qolar ekan. Ya'ni yomon narsa bir zamon kelib yaxshiga aylanib qolyapti. Yaxshi narsa bir zamon kelib fama kana javoba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum munasun yatatahharu. Ayb qarang. Ular aytishki, Lut oilasini dedi chiqarib yuboraylar qishlog'imizdan. Ular pokiz odam bo'lib ketishdi. Ayb qarang. Pokizalik nima? Ayb bo'lyapti. Subhanalloh. Alhamdulillah, Alloh taoloning bir o'lchovi, Qur'on degan o'lchovi qiyomatgacha turar ekan. Biz Qur'onga solib ko'raveramiz har qanday ishda. Har qanday zamonda jamiyatda tarqayotgan, ko'payib ketayotgan, maqtalayotgan ish bo'lsa, biz Qur'onga solib ko'ramiz. Shunday emasmi? Bizda shunday o'lchov borki, qiyomatgacha o'zgarmaydi. Va yagona haq bo'lgan o'lchov bor. Solib ko'ramiz. Tushyaptimi? Demak yaxshi ekan. Odamlar yomon desa ham. Endi hamma yaxshi deyaptimi? Zo'r bo'lyaptimi? Qur'onga solib ko'ramiz. Tushmayaptimi? Noto'g'ri do'ramiz biz. U zamonga borib, pokizalik aybga aylanib qolyapti. Ya'ni o'zlarining iflosliklarini ko'rishib qolyapti. Qachon? Ichida shu ishni qilmayotgan odamni ko'rgan paytda. Ya'ni hamma safarga chiqqan bo'lsa, bir xil oq ko'ylak kiyib, 5 kun 6 kunda oq ko'ylaklar nima bo'ladi? Kir bo'ladi. Hech kim oq ko'ylak kirogani bir-biriga bilmaydi, chunki hammaniki bir xil bo'lib qolgan. Endi bitta odam chamadonidan yangi ko'ylak olib kiygan paytda qolganlarning ko'ylagining kirligi bilinib qoladi. Ya'ni majlisda hamma ichadigan, qing'ir qiyshiq so'kinadigan odamlar o'tirsa, oddiy hol u. To'g'rimi? So'kinish oddiy narsa. Endi bitta so'kinmagan odam kirib qolsa ichiga, gapini terib gapiradigan, odob egasi kirib qoladigan bo'lsa, narigilarda aybi ko'rinib qoladi. Bular aytayapti, bizning iflosligimizni bu bildirib qo'yapti. Bu pokiza insonlar chiqarib yuboringlar bularni deyapti. Boshqa oyatda va ma kana javoba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ayb pokizalik. Sadum qavmida Lut alayhisalomga ana shu ikkita qizidan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Bunaqa pokiz odamlarda bo'lishini ham xohlashmadi. Lut alayhisalom mana shuni iflos qavmni da'vat qilishida to'xtamadi. Shafqatli bo'ldi, birodarlar. Mana shuni iflos odamlarga ham yumshoqlik bilan, halimligi bilan da'vat qildi. Qululahu qawlan layyina dedi Alloh taolo. Musa va Harun alayhimussalomni Fir'avnning oldiga borib turib, unga chiroyli so'z, yumshoq so'zni so'zlaylar demadimi? Yer yuzidagi o'sha paytdagi eng zo'r ikkita odam, Musa va Harunni o'sha paytdagi eng razil iflos bo'lgan Fir'avnning oldiga borib turib, yumshoq gapiringlar bandalarim deyapti. Shuning uchun birodarlar, akamizga, ukamizga, oshnamizga nasihat qilib dinni gapirmoqchi bo'lsak, so'zlarni nima qilamiz ekan? Yumshog'ini istang, chunki siz bu gapni gapirib undan pul so'rayotganingiz yo'q. Allohdan ajr so'rayapsiz. Allohning roziligini o'ylab gapiryapsizmi? Ko'tarasiz ana shu sassiq gapini. Chunki Lut payg'ambar shunaqa iflos odamlarga yaxshi gapirgan ekan. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Parvardigoringiz diniga hikmat bilan orqa oldini o'ylab, oqibatini haqida fikr yuritib va chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling dedi. Agar qila olmasangiz, qilmay qo'ying shu da'vatni. Chunki siz qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymang. Boshqa birov gapiraman deganda narigini ko'yini sinib, qaytib eshitmaydigan qilib qo'ymang uni qalbini. Indamay turing kamida, buzmay turing qura olmasangiz. Men aytib o'ray, keyin nima bo'lsa bo'lsin yeyib ketmaydi akalar. Bu ana shu da'vatdagi yumshoqlik degan so'zga ishora. Qavm Lut alayhisalomning da'vatini eshitishni xohlamagandan keyin
aytishdiki, qalu la in lam tantahiya lutu latakunanna minal mukhrajin. Ey Lut, agar sen bu da'vatingni to'xtatmasang, seni yurtimizdan chiqarib solamiz. Qala inni li amalikum la minal qallin. Ya'ni Lut alayhisalom shunda duo qildi Alloh taologa. Ya'ni uydan chiqib odamlarga gapirishlikka yo'lni yo'q qilib qo'ygandan keyin uydan chiqmasdan Allohga ibodat qilishdan boshqa chora topa olmay qoldi. Nimaga uydan chiqa olmay qoldi? Lut alayhisalom Sadomga kelgan deydi. Musofir edi. Qarindosh urug'i, aka-ukasi, urug'-churug'i, qabilasi yo'q edi uni himoya qiladigan. O'shuning uchun musofir kelganda bo'lganidan javob qaytarishlikka orqasida himoyachisi bo'lmaganligiga hech narsa deya olmadi. Demak, bir inson orqasida himoyachisi bo'lsa, uni paddeshga qiladigan odami bo'lsa dunyoda o'zida ham, u odamdan nima bo'lar ekan? Ko'chsi tog' bo'lar ekan. O'shuning uchun ulamolar aytadi, Lut alayhisalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar albatta bir kuchli urug', katta qabila yoki bir ulug' oilalardan chiqdi. Toki ana shu payg'ambarlikning da'vosi bilan chiqqan paytda birovlar unga ozor bermasin, urug'idan cho'chiganidan. Tushunarli bo'ldimi? Orqasida paddeshkasi bo'lgan ularda. To'g'ri kelgan odam kelib payg'ambar alayhisalomga ham Abu Tolib tirik paytida ozor bera olmagani Quraysh. Shunday emasmi? Lut alayhisalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarda paddeshkasi bo'lgan orqasida. Qala robbinsurni alal qawmil mufsidin. Parvardigor endi payg'ambarlarning duosi ijobat, o'zini qavmini duoibat qildi. Mana shu fosid bo'lgan qavm ustidan meni g'olib qilgin, menga yordam bergin dedi. Alloh taolo bu payg'ambarning duosini ijobat qildi. Va Jabroil, Mikoil, Azroil alayhisalom, ba'zi rivoyatlarda Isrofil alayhisalom ham bor edi deyiladi. Allohu a'lam. Lekin mana shu 3 ta farishta kelganligi haq. Bu 3 ta farishta Lut alayhisalomning qavmini vayron qilgani kelyapti, yo'lda kim oldiga kiradi? Ibrohim alayhisalomni Ishoq alayhisalomning tug'ilishi haqidagi xushxabarni aytgani kiradi. Ibrohim alayhisalomning oldiga bir dona o'g'li Ismoilni so'vorishga tayyorlanganini ko'rgandan keyin Alloh taolo tug'maydigan Soronaga Ishoqni tug'ishligi va uni o'g'li Yaqubni tug'ilishligi va ikkalasi ham payg'ambar bo'lishi xabarini berdi. Bitta bolasini qurbon qilib Alloh 3 ta mukofot berdi. 4 ta agar to'g'ri aytadigan bo'lsak. Tug'maydigan xotin tug'adi bitta. Yaqub, Ishoq payg'ambar bo'ladi, 2 ta. Uning orqasidan Yaqub keladi, u ham payg'ambar bo'ladi. Bitta yaxshilikka Alloh taolo 4 ta yaxshilik qaytardi. Ibrohim alayhisalom ularni uyga olib kelib, uchala farishtani ulardan so'radi. Astagfirullah, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ya'ni nima ish bilan kelyapsizlar ey elchilar? Aytishki, albatta biz mujrim bo'lgan qavmga balo olib kelyapmiz. Ularga tindan bo'lgan, ana shu loydan bo'lgan, sopoldan bo'lgan toshlarni yog'dirgani kelyapmiz. Har bittasi ismi yozilgan toshlarni yog'dirish uchun kelyapmiz. Musawwamatan degan so'z bu yerda ta'siri berilibdi, muallama, ya'ni o'rgatilgan degan ma'noda ekan. Ana shu toshlarning har bittasiga qaysi odamni boshiga tegib borib tegishligi yozilgan ismi deyilgan. Walamma ja'at rusuluna Ibrohima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zolimin. Qarang, qanaqa yomon sifat bo'lsa Qur'onda Alloh shu qavmni shu sifat bilan sifatlayapti. Ibrohimga bizni elchilarimiz xushxabar olib kelgan paytda farishtalar aytishdi. Albatta biz mana shu qoriya, mana shu qishloq ahlini halok qiluvchimiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardan. Hech bir xalq o'zida bu yomon sifatlarni jamlagan emas hammasi. Sadum qavmi al-Mu'tafika ham deyiladi yana Qur'onda. Sadum insoniyat tarixida payg'ambarlarga ro'baro bo'lgan xalqlarning eng iflosi, eng razili bu Sadum qavmi bo'lgan. Ibrohim alayhisalom halim bo'lgan, yumshoq ko'ngil bo'lgan, kechirimli bo'lgan. Sadum qavmiga shafqat qilganligidan farishtalar bilan ozgina munoqasha qiladi, ozgina so'zlashadi. Aytadiki, axir
Sadom orasida Lut bor, u yerga balo kelsa, Lut qanday u balo bo'layotgan joyda bo'ladi? So'radi farishtalardan. Agar dedi, o'sha qishloqda 300 ta musulmon bo'lsa, baloni yog'diraverasizlarmi dedi. Farishtalar agar 300 ta musulmon bo'lsa, u yerda balo bo'lmaydi dedi. Agar 200 ta bo'lsa-chi musulmon dedi. O'zi 3 ta odamdan boshqa musulmon yo'q u yerda. Lut va 2 ta qizidan boshqa musulmon yo'q. Yo'q umuman musulmon qavmdan. Agar 200 ta musulmon bo'lsa-chi, baloni yog'diraverasizlarmi? Yo'q, agar 200 ta musulmon bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz. Ibrohim alayhisalom agar 40 ta bo'lsa-chi u yerda musulmon. 40 ta bo'lsa ham balo yog'dirasizlarmi? Yo'q, 40 ta bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz. Demak, balo mo'min bor joydan, mo'min bor joyga, Allohning kalimasi zikr qilib turgan joyga kelmas ekan, buni tushunishimiz kerak. Agar 14 ta musulmon bo'lsa-chi dedi. Ya'ni qavmga muxlas so'rayapti Ibrohim alayhisalom. 14 ta bo'lsa ham balo tushirmaymiz. Agar bitta bo'lsa-chi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa, o'sha qavmga balo yog'dirasizlarmi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz dedi. U yerda Lut bor bo'lmasam dedi. قالوا إنا مخلق أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Allah Qur'onda mana shu munoqasha, mana shu diskussiyani zikr qilib aytadi. Farishtalar aytishdi, albatta biz mana shu qishloq ahlini halok qilamiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardandir. Ibrohim aytdi, axir u yerda Lut bor-ku. Ular aytdilar, albatta biz u yerda kim borligini bilamiz. Uni va oilasini biz qutqaramiz, faqat ayoli badbaxtlardan bo'ladi. Ya'ni biz u qishloqni vayron qilayotgan paytimizda u yerda Lut va ana shu ikki mo'mina qizi bo'lmaydi u yerda deyildi. Falamma zahaba ana Ibrohima raw va ja'athu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut. Ibrohim alayhisalom mana qo'rqib ketdi farishtalarga. Nimaga qo'rqdi? U farishtalarning oldiga semiz bir bo'zakni pishirib olib kelib qo'ydi, hech qaysi qo'lini uzatmadi. Qo'rqib ketdi ulardan. Aytishdiki, qo'rqmang, biz Allohning elchilarimiz dedi. Mana shu Ibrohim alayhisalom mehmondo'stligi, mayda ishlarda ham Allohni eslatishligi. Yelar desa, biz hadiya sifatida, sadaqa sifatida yemaymiz deydi farishtalar. Biz haqqini to'lab yashaymiz dedi. Bo'pti dedi Ibrohim, haqqini to'laylar dedi. Haqqi nima dedi? Yeganda bismillah deysizlar, yeb bo'lganda alhamdulillah deysizlar dedi. Shunda subhanalloh, Alloh sizni bekarga haqiqatan haq ekansiz do'st bo'lishlikka. Mana shunday oddiy ishlarda ham Allohni eslatyapsiz deydi. Inna Ibrohima la halimun awwahun munib. Ibrohim alayhisalom o'ziga zulm qilganlarga ham yaxshilik ko'rsatadigan kishi edi. Lutga qancha ozor berishiga qaramasdan, u qavmga yana shafqat qilib, ularga muxlas so'rayaptiki, go'yoki bir insofga kelib qolishar, ozgina to'xtatib turinglar. Ana shu fosiq qavmga shafqat qilyapti. Farishtalar u kishiga rad javobini berib aytdiki, "Ya Ibrohim, a'ridan hada innahu qad jaa amru robbik va innahum la'atihim azabu ghayru mabud." Ya'ni bu munoqashani, bu savol-javobni to'xtating. Parvardigoringizning hukmi aytilindi. Endi bu orqaga qaytmaydigan balo keladi bularga deyildi. Alloh taolo farishtalarni ana shu qavmga balo yuborishligidan burun ogohlantirgan bo'ladi. Ana shu Lut o'zini qavmini fosiqligiga, o'zini qavmini fosidligiga, mujrimligiga guvohlik bermagunicha baloni boshlamanglar. Sadom qavmiga oxirgi imtihon keldi. Oxirgi imkoniyat keldi. Mana shu 3 ta farishta rosa bir kelishgan yosh chiroyli yigitlar suratida, odam suratida Sadom qavmiga qarab kelishdi. Alloh taoloning taqdiri Lut alayhisolamning qizlaridan bittasi suv olgani ana shu qishloqning tashqarisiga chiqqan bo'ladi. Chiqib, haligi yigitlarni ko'radida, yugurib oldiga boradi. Kimsizlar? To'xtanglar desa, mehmonmiz deydi. To'xtab turinglar shu yerda dedi-da, Lut alayhisolamni chaqirib keladi. Ya'ni qizlarini ham ana shu fisq bo'lmasligiga bo'lgan qirsini qaraylik. Lut alayhisolam kelib, kimsizlar dedi. Ular aytishdi, qishlog'inglarga mehmonmiz dedi. Shu mehmonmiz degan so'zi Lut alayhisolamni qaytib ketinglar orqanglarga deyishdan to'sdi.
Chunki mehmonni qaytarib bo'lmaydi. Lut ularga bu qishloqqa kirmanglar, bu qishloqdagilar fosiq, iflos, yer yuzida bo'ladigan rasvo odam yo'q demoqchi edi, lekin mehmonmiz degan so'zni og'zini bog'lab qo'ydi. Endi qishloqqa qarab yetalab kelishni boshladida, har kelayotgan orqasiga qarab turib, shoyat endi qaytishyapti deb turib, mehmonlar dedi. Bu qavmdagi iflosroq, fosiqroq xalqi yo'q-da deb ozgina yurdi. Yana to'xtab turib, bunaqa iflos xalqi yo'q-da. Farishtalar sanab ketyapti. 3 marta, 4 martagacha aytdi. Farishtalar nima qilishdi? Sanab ketishardi. Alloh taoloning buyrug'i bo'lgan edi. Guvohlikka o'zi o'tmagunicha bu qavmni vayron qilmanglar degan edi. Lut alayhisalom mehmonlarni uyga olib keldi va yashirmoqchi ham bo'ldi. Lut alayhisalomning ayoli kofir edi. Va uydagi sirni ko'chaga olib chiqadigan ham mana shu edi. Shoshilganicha o'zini fosiq qavmiga bordi-da aytdiki, Lutning uyida sizlar hayotingizda hech ham ko'rmagan go'zal yosh yigitlar o'tiribdi dedi. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. Lutning qavmi uni uyiga yuhrauna, shoshilib pishilib degani, quruq qolmaylik degan maqsadda yurib keldi. Va bundan bor ham sayyiotlarni, yomon ishlarni qilishar edi. Boshqa oyatda وجاء أهل المدينة يستبشرون. Ana shu Madina, ana shu qishloq ahli xushxabar topgan odamlarga xursand bo'lib kelishdi Lutning uyiga deydi. Ya'ni ko'ringda qaysi darajaga yetgan fisq fujur. Lut alayhisalom ularni to'smoqchi bo'lib eshik oldiga chiqdi-da, qala haulay banati in kuntum fa'ilin. Ya'ni bu ishni qilmoqchi bo'lsanglar, ana qizlarim turibdi-ku dedi. Mana shu oyatda ba'zi noto'g'ri tafsirlar bor, shuni to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda qizlarimdan murod, qizlarim deganda Lut o'zini qizlarini ana shu zinoga taklif qildi, mehmonlarni himoya qilish uchun yoki shunga o'xshagan noto'g'ri ba'zi bir tushunchalar bor. Qizlarimdan murod bu mufassirlarning so'zi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisida keladi mana, har bir payg'ambar o'zini ummati uchun ota bo'ladi. Va ummatlar farzand o'rnida bo'ladi. Ya'ni qizlarim deganda ana shu o'zingizlarning qavmingizlarda Sadum qavmidagi ayollar turibdi-ku, bu aloqani bunaqa ishni qilmoqchi bo'lsalar, ayollarga qarasanglar bo'lmaymi degan ma'no bor. Shuning uchun Qur'onni o'qigan paytimizda ana shu oyatni o'qisak, ana qizlarim turibdi-ku deganda Lut alayhisalom o'zini 2 dona mu'mina qizini fahshga ro'baro qildi degan tushuncha kelmasin. Bu xato. Qanday qilib payg'ambarlarning sha'nida buni gapni gapirishi mumkin? Ibn Kasirda keladi, qanday qilib payg'ambar o'zini qizini zinoga taklif qilishi mumkin? Payg'ambar bo'lmagan oddiy mo'min bu narsadan hazar qiladi. Fattaqulloha va la tughzun. Va la tughzuni fi zalfi qala ya qawmi haulay banati hunna athhar lakum alaysa minkum rajulun rashid. Ichingizda birorta to'g'ri yo'ldagi insofli odam yo'qmi? Ya'ni birorta odam yo'q. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq va innaka la ta'lamu ma nurid. Qizlaringga bizni hojatimiz yo'qligini ham yaxshi bilasan va biz nimani ko'nglimiz kuchayotganligini ham bilib turibsan. Qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Dedi, mana shu kuch yetmay qolganda eshikni bekitib ichkaridan to'sib turdi. Ular eshikni yorib kirishlik harakatida bo'ldi. Aytdiki, bir kuchim bo'lganda dedi, bir quvvatim bo'lganda ko'rsatib qo'yardim senlarga. Endi ruknin shadidga suyanaman dedi. Ya'ni meni suyanadigan, paddesh qiladigan odamim yo'q orqamda. Men faqat Allohga suyanaman dedi. O'shuning uchun Lut alayhisalomdan keyin payg'ambarning hammasida orqasida paddesh qiladigan urug'i bo'ldi yoki qandaydir qarindosh do'st yorlari bo'ldi. Lutga 2 qizdan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Lut alayhisalom haqida aytadiki, Lutni Alloh rahmat qilsin deydi. Ruknun shadidga Allohga suyandi. Suyanadigan boshqa hech kim yo'q. Subhanalloh. Bunaqa bandasi Allohga g'amini topshirib, Allohga suyanadigan bo'lsa, Alloh o'zi bilar ekan qanday qilib javob berishlikni. Qavmning ichida birorta mu'min yo'q. Xuddi Ibrohim alayhisolamni o'tkazib aytganda, birorta odam qo'ylar yosh ekan demagandik. Mana shu o'rinda ham nima deyapti? Allohga suyandim deyapti. Lekin Lut alayhisolamda birorta yordamchisi yo'q edi.
Qavm Lut alayhisalomni mehmon ko'chishlikdan ham man qilgan edi. Da'vat haqida so'z ochishlikdan ham man qilgan edi. Ya'ni havosini bo'g'ib qo'ygandi bizning til bilan aytganda. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. Axir biz seni qaytarmaganmidik bu narsalarda? Mehmon ham kutmaysan, da'vat ham qilmaysan demaganmidik? Shahvat ularning ko'zini ko'r qilganligi uchun haqdan uzoq bo'ldilar. Alloh taolo yer yuzida yashagan insonlardan faqat Muhammad alayhisalomning umriga qasam ichdi. Vash-shamsi va duhaha val asr was-samai zatil buruj. Osmonga, yerga, quyoshga, vaqtga Alloh taolo qasam ichgan. Lekin inson umridan faqat Muhammad alayhisolatu vasallamning ismiga Alloh umriga qasam ichdi. Bu Rasulullohga ikrom va hurmat yuzasidan. La amruka innakum la fi sakratihim ya'mahun. Ey Muhammad alayhisalom, umringizga qasamki, ular mana shu o'zlarini sakaratlarida, aqlini yo'qotishligida adashdi ular. Qasam ichib aytayapti Alloh taolo. Ya'ni bu qavm hech qachon iymonga kelmasligiga bir dalil bo'ladi. Alloh qasam ichib aytayapti. Bular iymon keltirmaydi. Sadum qavmi eshikni yorib, uyga bosib kirmoqchi bo'lishdi. Shunda Lut alayhisalom to'xtab turlar, shoshmanglar dedi-da, ichkariga kirdi. Kirsa, bu 3 ta yosh yigit muammo to'g'ridan-to'g'ri ularga ta'sir qiladi. Shularda ular olamiz qo'limizga deb harakat qilyapti, lekin uchala mehmon jim, xotirjam, bezovta bo'lmasdan o'tirganini ko'rib hayron bo'ldi Lut alayhisalom. Ular mehmonmiz dedi, farishtalarga aytmagan edi. Qala innakum qawmun munkarun. Tushunmayapman dedi. Men tanimayapman sizlarni. Nimaga bunaqa dedi? Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun va ataynaka bil haqq va inna lasodiqun. Seni Lut sizni yolg'onchi qilgan narsani, ular yolg'onchi qilgan narsani ko'tarib keldik biz. Balo dodiga ishonishmadimi? Biz balo olib kelganmiz. Albatta biz haqni gapiryapmiz, biz rostgo'ylardanmiz, biz farishtalarmiz dedi. Endi Sadum qavmini kuni soati bitdi. Endi bularning birortasi iymon keltirishiga muhlati yo'q. Alloh saqlasin ana shu qavmlardan bo'lib qolmaganligimizga. Chunki 900 yil qo'shni payg'ambar bo'lib bitta kalimani ayta olmayapti bir odam. Otasi payg'ambar bo'lib bolasi kalimani ayta olmayapti. Bolasi payg'ambar bo'lib otasi kalimani ayta olmayapti. Eng katta ne'mat bu iymon degan ne'mat. Qalu la takhaf va la tahzan inna munajjuka va ahlaka illa imrataka kanat minal g'obirin. Ular aytishdi: "Ey Lut, siz qo'rqmang va mahzun ham bo'lmang. Albatta biz sizni va oilangizni najotga chiqaramiz. Faqat ayolingiz badbaxtlardan" deyildi. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijzan minas sama bima kanu yafsiqun. Albatta bu qavm fosiq bo'lganliklari sababli osmondan ularga biz baloni yog'diramiz. Ya Lut, inna rusulu robbik lan yasilu ilayk. Ey Lut, biz Allohning elchilarimiz, sizga hargiz yomonlik qila olmaydi ular dedi. Qavm eshikni yoramiz deb turgan paytda Lut alayhisalom ularning oldiga chiqdi, qanotini bir uchi bilan bir urdi ana shu eshik tagilarida. Valaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna ayunahum fazuqu azabi va nuzur. Uni mehmonlarini qasd qilishgan edi. Biz ularning ko'zlarini urib ko'r qildik. Azobimiz, xor qilishligimiz qanday bo'ldi? Totinglar. Ana shu eshikda turganlarning ko'zi ko'r bo'lib qolgandan keyin aytishdiki, sen bizni sehrlab qo'yding. Tong otsin, bir ish bor. Tong otsin ko'rsatamiz senga. Ko'zi ko'r bo'lganda ham tavba qilmayapti. Devorni ushlab, devorni paypaslab, devorga suyanib uylarga borishib oldi. Shundan keyin farishtalar Lut alayhisalomga aytishdiki, inna maw'idahumus subh, alaysa subhu biqarib. Ularga va'da qilingan vaqt subh. Tong otganda balo keladi. Oz qolmadimi subhga? Harakatinglarni qilinglar dedi. Fasri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun. Oilangiz bilan tunni bir qismida yo'lga chiqinglar va qavmga orqanglarni qilinglar. Sizlardan biror bir kishi orqasiga qaramasin, ko'rsatilgan tomonga qarab yursin. Va qadayna ilayhi zalika al-amr anna dabira haula'i maqtubun musbihin. Ana shu orqadagi qavmni tong otganda orqasi qirqilishligini biz qazo qildik dedi Alloh taolo. Ya'ni subh kirganda ular halok bo'ladi. Fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin.
Kampir, qarang, kampir qavmiga mana shu fahshda yordam berardi. Lut alayhisolamning sirini ko'chaga olib chiqib turar edi. Kampir yigit kishini baxti to'rtta bo'ladi. Keng hovlida, yaxshi markabda, yaxshi qo'shnida va solih ayolda. Alloh iymon degan banda ne'matni faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Eri payg'ambar bo'lib turib xotini kofir bo'lib ketyapti. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala lut najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar. Tun oxirida najotga erishdilar. Lut alayhisalom o'zining ikkita qizi bilan qishloqdan uzoqlashgach subh ko'rindi. Shuruq boshlandi. Valaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir fazuqu azabi va nuzur. Qamar surasi. Azob qanday bo'ldi? Yer yuzida yashab, kofir bo'lib, vayron bo'lgan xalqlar yer yuzida turganda balo kelgan ularga. Jibril alayhisalom qanotini bir uchini qishloqni tagiga tiqdi. Butun bir qishloqni osmonga ko'tardi. Hadislarda keladi. Shunday rivoyatlar bor ekanki, ana shu qishloqda itlarini hurganini, xo'rozlarni qichqirganligini tong saharda osmon ahli, farishtalar eshitishdi. Farishtalarning tasbihini qishloqdagilar eshitdi, uyg'oqlari. Mana shunday holatda har birini ustiga ularning ismi yozilgan tosh yog'di. Har birini ati yozilgan tosh yog'di. Ba'zi rivoyatlarda kelar ekan, ana shu Sadum qavmidan bo'lgan fosiqlar ba'zilari safarda bo'lgan bo'lsa, tijorat bilan birga ketgan bo'lsa, ularga aytilgan tosh ana shu turgan joyga borib urdi deyiladi. Alloh qodir. Chunki hazar qadardan saqlamaydi. Biz ehtiyotkorona ko'ramiz, Alloh aytgani bo'laveradi baribir. Ularga balo yozilganmi? Halok bo'lish taqdir qilinganmi? Halok bo'ldi. Hammasining ustiga bittadan ismi yozilgan tosh yog'di va ustiga Jibril alayhisalom bitta qichqirdi, qatib qolishdi. Falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha va amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min az-zalimin biba'id. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. Mana shunday osmonda halok qilindi va yerga to'ntarib tashab qo'yildi. Ya'ni yerning betida qolishi mumkin bo'lmadi bularda. Aytdik, Od va Samud qavmlari halok bo'ldi, lekin yerning betida ularda asarlari, ularda ba'zi uydan qolgan asoratlar bor, lekin Samud qavmi asoratlari qolgani yo'q. Sadum qavmini belgilari qolgani yo'q. Va amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Biz ular ustiga yomg'ir yog'dirdik. Endi mujrim bo'lgan qavmning oqibati nima bo'ldi? Va amtarna alayhim mataran fasa'a matarul munzirin. Inna fi zalika laayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin va inna robbaka lahu azizur rahim. Mana shunday fahsh qilganligi uchun Alloh taolo qanday balo yubordi va qanday holatda qoldirdi ularni. Mana shu narsada aql egalari uchun ibrat bor, lekin insonlarda ko'pi bunga ishonmaydi. Zino ko'paygan joydan baraka ketadi. Zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi. Istig'for ko'patilgan joyda yomg'irli bulut keladi. Alloh istig'for ko'patgan bandaga farzandlarni, mol dunyoni beradi. Istig'forni ko'patgan qavmda bog'irog'i yaxshi bo'ladi, daryolarda to'lib suv oqadi deb Alloh mukofotni va'da qilyapti. Va bunaqa fahsh bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana bunday balo keladi, deyapti. Ana shu televizorlarda ko'rayotgan yangiliklarda qarayapmiz, shamol olib ketyapti bir yerini, suv bosapti bir yerini. Birodarlar, jinni fikr qilmaymizmi? Alloh bandalarga mehribon, lekin bandalari o'z-o'zlariga zulm qilib qo'yadi. Hech qaysi bandaga o'zi so'rab, o'zi loyiq bo'lib qolmagunicha balo kelgan emas. Mana shu gunohdan ehtiyot bo'laylik. Bu ommaviy suratda avj olib ketishligi mumkin emas bu. Lekin men afsus bo'lsinki, har xil ta'sirlarda ostida mana kinoni ko'rib kulib qo'yapmiz, ha, anaqa ekanda kulib qo'yapmiz. Hazar qilinmasmidi? Kattalar aytmaysizlarmi shu narsalarda? Bu to'g'rida gap kelsa odamlar og'zini chaqilib, ibros razil narsa deb yomon ko'rishardi. Hozir biz ko'rib kulib o'tiribmiz bu narsalarda. Sizlardan bir kishi munkarni ko'rsa dedi payg'ambarimiz. Man ra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Munkar ishni ko'rsa qo'li bilan tiysin dedi. Fa in lam yastati, qo'lidan kelmasa tili bilan tiysin. Fa in lam yastati, agar tili bilan gapirishlikka ham qurbi yetmasa, eng kamida yomon ko'rsin shu narsani deyapti.
kamaydi ekanda ko'rib o'tirmayapmizmi biz? Qalbimiz bilan shu narsani yomon ko'rmasak, uni orqasida bug'doyda donasi chalgan iymon bo'lmaydi, deyapti Rasululloh. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. O'lik dengiz mintaqasida Sadom shunday halok qilindi. Keyingi avlodlar fahshdan, Allohning azobidan ogoh bo'lishlari uchun ularni yashagan joyi belgi qilib qoldirildi baribir. Lut hovuzi deyiladi. U yerda bir tirik jonzot yashamaydi suvda. Eng katta fahsh bo'lgan, eng katta buzg'unchilik qilgan qavm, Sadom qavmini qissasi mana shu joydan hozir yetadi. Va o'zimizga kerakli xulosalarni chiqaraylik. Atrofimizni qaraylik. Alloh taoladan istig'for aytib, kechirishini so'raylik. Chunki hammamiz farzand boqyapmiz. Robbana hablana min azwajina va zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Parvardigor, bizni ahli ayollarimizdan va farzandlarimizdan ko'zimizni quvonchini bergin va bizni taqvodorlarga boshliq qilgin, imom qilgin. Ko'zimizni quvonchi nimada? Mashina minganligida o'lyaptimi? Alloh uni ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Chiroyli imorat solganligidami? Unda ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Hammaga ko'z-ko'z bo'lib yurganligidami? Uni ko'rsatadi. Yoki ko'zimizni quvonchi Allohni rozi qiladigan ishlar bilan bolalarimiz ovora bo'lib yurgandami? Qur'on o'qigani ko'rib ko'zimiz qunyaptimi? Agar bizning o'lchovimiz shu bo'lsa, bolalarimiz ana shunday insonlar bo'ladi. Biz kim bo'lsak, bolalarimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. Biz kim bo'lsak, ahli ayollarimiz, xonadonimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. O'shuning uchun xotindan itoatni, ibodatni, taqvoni talab qilayotgan paytda, bolalardan bomdod o'qib, Qur'on o'qib, ularni taqalayotgan paytimizda ozgina insof qilib, o'zimizga ham uraylik pishadi. O'zimiz kimmiz-u? Nimani talab qilyapmiz? Shuning uchun farzandlarimiz haqida duo qilaylik. Alloh taolo mana shunday bir ma'siyatdan, fisq fujurdan o'zi saqlagan bo'lsin. Chunki Alloh taolo bermasa biz og'zimizdagi bir piyola suvimizni yuta olmaymiz. Bolalarning tarbiyasi juda og'ir narsa. Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Inshaalloh keyingi suhbatda o'tgan safar 5-10 minut oz bo'lib qoldi, shuncha ko'payib ketdi. Aytib kelib yurmaysizlar. Qissalarda eng go'zali bo'lgan Yusuf alayhisalom qissasini boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Qur'ondagi har bitta qissa go'zal qissa. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima wahayna ilayka hadal Qur'an deydi Alloh. Mana shu Qur'onda qissalarda eng go'zallarini bayon qilamiz deydi. Mana shu oyat Yusuf alayhisalom surasida kelgan. Yusuf surasi 111 oyat. 101 oyatda Yusuf alayhisalomning qissasi tugaydi. Hamma payg'ambarlar qissalari bo'lingan, har yerda kelgan. Faqat Yusuf alayhisalomning qissasi bir boshlanadi, bir tugaydi. Boshqa yerda kelmaydi. Ulamolar aytadi, Yusuf surasini qaysi bir kishi o'qir ekan, qalbida g'ami bor, dardi bor odam, albatta bu g'ami ketadi, qalbiga sakinat, xotirjamlik keladi deydi. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Alloh nasib qilsa, Yusuf alayhisalom qissasini o'qigan bo'lamiz. Kech qolmasdan vaqtliroq kelasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.